Ichki kiyimimizni tikishimiz uchun kerak bo'ladigan o'quv jihozlari bilan tanishib olamiz. Biz avvaliga qomatdan o'lcham olamiz va shu o'lchamlar asosida andoza quramiz hamda tikamiz. Ish jarayonimizni birinchi bo'lib biz qomatdan o'lcham olishdan boshlaymiz. Shuning uchun bizga kerakli o'quv anjomlari kerak bo'ladi. Bular nima deydigan bo'lsak, eng birinchi bizga kerak bo'ladigan mana bu santimetrli lenta hisoblanadi. Mana bu santimetrli lentamiz qancha sifatli bo'lsa, o'lchovlarimiz ham shuncha aniq va to'g'ri bo'ladi. Chunki nima uchun sifatli deb gapiraman? Chunki santimetrli lentaning turlari juda ham ko'p. Ba'zi bir santimetrli lentalar 1-2 marta ishlatgandan keyin yoki hali ishlatib ulgurmasdanoq mana bu chetlari cho'zilib ketadi. Va bu narsa albatta o'lchovlarimizga xalaqit beradi. Ya'ni o'lchovlarimiz aniq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun santimetrli lentaga ahamiyat beramiz. Tekis, qiyshaymagan va mana bu boshlang'ich chizig'i tekis bo'lishi kerak. Ya'ni 0 dan 1 santimetrgacha bo'lgan bo'lishi kerak. Ko'p emas, kam emas. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Keyingi kerak bo'ladigan narsamiz bizda qog'oz. Qog'ozlarni turlari ko'p. Vatman, millimetrovka qog'oz yoki yana boshqa qog'ozlardan foydalanamiz. Biz tanlagan qog'ozlarimizda hech qanday naqshlar bo'lmasligi kerak yoki yozuvlar bo'lmasligi kerak. Aks holda u bizga xalaqit beradi. Andozani chizib bo'lganimizdan so'ng biz modellashtirish ishlarini olib boramiz. Uning uchun bizga mana bunday kalka qog'ozi kerak bo'ladi. Kalka qog'oz sotib olayotgan vaqtingizda albatta uni yupqaligiga e'tibor bering. Qog'oz qancha yupqa bo'lsa, sizni chiziqlaringiz shunchalik aniq ko'rinadi. Endi kalkani uzunligi har xil bo'lishi mumkin. 1 metr, 2 metr, 3 metr yoki rulonda bo'lishi ham mumkin. O'zingizga kerakli qiymatini olasiz. Keyingisi bizga lineykalar kerak bo'ladi. Men asosan mana bu ikkita turdagi lineykadan foydalanaman. Ikkalasi ham Lekala lineykalari hisoblanadi. Bir tomoni 90 gradusli to'g'ri chiziq, ikkinchi tomoni esa qiya chiziqdan iborat. Ikkinchisi esa mana bu ko'rinishdagi Lekala chiziq. Ikkinchisi esa mana bu ko'rinishda bo'ladi. Lekala lineykalarining turlari juda ham ko'p. Eng asosiysi to'g'ri Lekala lineykadan foydalanishni maslahat beraman. Keyingi kerak bo'ladigan jihozlarimiz bular mayda jihozlar hisoblanadi, lekin bularsiz bizda ish bitmaydi. Ya'ni oddiy qalam, har xil rangli ruchkalar va albatta tashilka hamda o'chirg'ich bo'lsa undan ham yaxshi. Chunki chizayotganda xatolikka yo'l qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu bizga kerakli narsa hisoblanadi. Undan tashqari biz mana bu bulovkalardan foydalanamiz. Ya'ni modellashtirish jarayonida bizga bulovkalar kerak bo'ladi. Bulovkalar qanday bo'lishini umuman farqi yo'q. Ular kalta yoki uzun bo'lishi mumkin. Eng asosiysi ular o'tmas bo'lmasin, o'tkir bo'lsin. Keyingi kerak bo'ladigan jihozimiz bu ko'sachka. Hamda keyingisi mana bu qaychi. Bu qaychidan biz qog'oz kesishda foydalanamiz yoki boshqa mayda-chuyda furnituralarni kesishdan foydalanamiz. Lekin haqiqiy asos matolarni bichayotgan vaqtimizda biz mana bu ko'rinishdagi qaychidan foydalanamiz. Ya'ni bu bichuv qaychisi hisoblanadi. U o'tkir, uchlari bilan kesadigan hamda qo'lingizga qulay bo'lgan qaychi bo'lishi kerak bo'ladi. Va bu qaychida hech qachon mana bunday qog'ozlarni kesmasligingizni maslahat beraman. Aks holda o'zingizga qiyin bo'ladi. Demak, darsligimizni boshlashimiz uchun bizga mana bu jihozlarimiz kerak bo'ladi.